Assalomu alaykum. Parvozlar mana bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahardamiz. Bir Sharif polvon tog'amizniki mehmonga keldik. Bir xo'rozlar ozgina video obzor qilib o'tamiz. Tog'a bu qaydan kelgan? Bu Türk bilan Karis. Turk bilan Karis ekan zot. Turklar 600. Endi ular ko'rsatdim. Hali ular ko'rsatdim. Hali urushmagan tog'a. Bitta bekor chiqdi. Assu. Ko'ra. Çocuğa o'qaya. Vyetnam bilan Karis. Enasi Karis, otasi Vyetnam. Vyetnam bilan Karis ekan. Çocuğuz. Katakka kirayotganda 5 kilo 200, 4 kilo, 6 kilo, 700 kilo. Vaqtgacha ham bo'ladi, vaqtmasa ham. Qo'ymayman. Yomonimiz shu. Bola yil zot olamiz shundan, xudo xolasa. Zot qanaqa tog'a? Yapon. Rossiyadan kelgan. Rossiyadan kelgan. Şeylerde Qozoq, Qirg'iz, Tojikiston zo'r bo'ldi-da bu. Hikmatda sotilib, oxiri menga keldi. Qaytib keldi, Hikmatda sotilib. Qanchaga sotiladi tog'a? Shu bir marta 1,5 ming dollarga, bir marta 5 mingga sotilgan. Oxiri Mana 7 5 mingga sotilib o'zlari tiriltirib oldik-da. zotga yana qaytarib olib ketdilar. Polvon ekan. 5 kilo bora tog'a? 5 kilo 700. 5 kilo 700. Ana 5 mingga sotib yana zotga qaytarib olibdilar mana tog'a. Yapon. O'sha yerda tiriltirib oldim-da. Mana. Chahigan. Oyoqlar qodoq. Mana Yapon Shamom ekan 800 dollarga olibdilar tog'a zotga mana 3 tulak. Buni bolalarini videolari bor kanalda. Men ulardan xo'rozga bardir qildim. O Muzaffar degan ukamiz olgan. 800 ga hazzo. Bolalarning videosi bor kanalda. Ana Qashqadaryoning shu mashhur Kuvalda laqabli xo'rozi bolasi mana. Tog'aga 4 ta kelibdi cho'jasida mana boqyaptilar. Bu sentyabrda chiqqan ekan. Sentyabrda to'ldi. 4,5 kilo bor tog'a. Ha, 4 kilo 600. Tog'a bu Chechendan keldi deysizmi? Zotga bu. Ya, zotga. Aka-uka keldi, ikkitasi. Aka-uka. Bolalarimiz. Yaponga Vyetnam o'zi. Shu Yapon makenga qo'shib birar olsa deb mo'ljallab oldik. Sen kirim. Bu ham kuzgi. Dekabr. Yoshiga to'lib. o'tdi. Totkelladan ekan, totkellar. Ular oldini ko'rsatgan oyoqlarini. Kvadrat. Bolasi bu ham qarshida kelgan. Kuvaldan bolasi bu ya. Mayski azzo. Bola cho'chib. Çok hoşmagan ekan ama. Kirishgan yo'q hali. Kunda yo Vyetnam bilan shu Karis. Vyetnam bo'g'ozida Karis. Vyetnamga Karis mana kunda to. 4 kilo 700. 4 kilo 700 ekan. Ikkita 3ta bekor chiqib qo'ydim. Fevralda oxiri martda boshida chiqdi. Yaxshi xo'roz bo'ladi. Yirik xo'roz ekan. Общего. Ana tog'ani kattagilar.
uruşması gerek. Şar kuvup uruş gerek. Bunlar Valla şey yapmasa ya bunu çıkarayım. Ya çıkmıyor. Ha burada hadi sonra. Keyingi safar kelgende çekilsek yani. Qachonga tog'a bir o'ynab borasiz bu? O'yin bo'lsa tomoshaga o'tamiz bir ertasini.